Botir aka Matchaqosh. Gap yo'q. Shashlik ham, baluga xullas zo'r kutib olishda ovqatlagan sifat ko'zi sho'rvalar aytmaysizlarmi? Balu, shashlik boshqacha ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Andijon kelsanglar, Fayz kafega kirib bemalol kelib ketinglar. Yana kamgi setlar ham zo'rlari bor. Sizlarni kutamiz. Sog' bo'lsa, Tanzir aka. Menga boru sho'rvani ichib bo'ldim, zo'r, gap yo'q. Lekin shashlik alohida tegmay ekan. Kelsanglar, yeb ko'rsanglar buni mazasini bilasizlar. Bu telefon orqasida gapiryapman, u maza bilinmaydi. Lekin kelishinglarni tavsiya qilaman. Manzil shu profilda bor. Rahmat aka. Tillo, ikki og'iz. Menga g'ijduvon shashlik yoqdi aka, kattaligam, vashchi obyomi ham zo'r. Hammalarni Fayz shashlik markazida kutib qolamiz, ha? Aka, bular shashlik deyapti. Bu yerda shashlikdan tashqari balig'i ham liboy ovqat bor ekan. Menga misol balig'i yoqdi. Achchiq haqiqatini aytib qo'ying. Rostdan, to'g'risi balig' zo'r ekan. Bitta bor narsani aytay. 100 marta, 1000 marta ko'rib eshitgandan ko'ra bir marta kelib yeb ko'ringlar, javob. Agar yoqmasa pulini bermay chiqib ketasizlar. Javob. Akalar, rahmat, joninglar sog' bo'lsin, Inxon. Biz har doim yeb yurganmiz, shu yerdamiz, akalarimiz ham. Bog'xonada yana ev oldi. Yana oldi endi. Kelaverasizlar.